Bu yoqqa yuring, buncha arzon narsani tanlaysiz. Nima qilay? Ko'rpangga qarab oyoq uzatda. Men palon so'mga bagim oladigan pulim yo'q. Kelin bo'layotgan xonadonimga dugonalarimni olib yana sharmanda bo'lib qolmaydi. Ko'rpangga qarab oyoq uzatdi. Endi meni kashilarimga qarab olasan. O'zing ishlab, o'zing topganingda edi. U boshqacha bo'lardi. Onam naqa dubanskiy telashkalardan olaylik sepimga, chiroyli ekan. Nech pul ekan o'g'lim? Sizlarning pulingiz yetmasa kerak, boshqa yoqdan qaraveringlar. Voy. Shinni bozordagi 147-do'kon, 3-qator Velmona do'koni ekan. Qani kirib ko'raylik-chi, yur. Voy, ona qarang bilan hammasini chiroyligini. Assalomu alaykum opajon, sizlarga nima kerakli? Ko'ringlar tovarlarimizni. Bir-biridan go'zal, asal, shakarlari bor. Ona bilan yaltirashini qarang, sepimga olsam vobshe baxtma bo'lardi, xudolar ekan. Qimmatda qizim kamida $500 bo'lsa kerak. Voy xolajon, unaqa javahima qilmaylar. Bu posudalarimiz 600 ming, bunisi esa 850 ming. Zarlariga garantiya, umuman o'chib ketmaydi. 10 xildan ziyod modellari bor. Bizda Xitoy, Chexiya, Italiyadan keltirilgan 150 xildan ortiq posudalarimiz bor. 150 xildan ortiq bagemalarimizni topsanglar bo'ladi. Hay qizim. Ha biz tanlagan model rosa chiroyli ekan. Xolajon, sizlar tanlagan model umuman vobshe chiroyli turibdi, stolda qaranglar. Lekin biz viloyatda turamiz. Qanday olib ketamiz uni? Xavotir olmanglar xolajon, bularni yig'ib upakovkalab, eshiginglarni tagigacha butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Unda men eshigim tagigacha dastavka qilib ketirib tashlayman. Mana pullarim.